Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugundan boshlab biz demak kompyuter grafikasi va dasturlashdagi Pythondagi grafikani qanday ishlatilishi, uni qo'llanilishi haqida tushunchalar berib boramiz. Bugungi darsimiz birinchi dars bo'lganligi uchun bu kirish darsi hisoblanadi. Demak, birinchi navbatda kompyuter grafikasi o'zi nimaga kerak? Kompyuter grafikasi demak bu rasmlar va tasvirlarni nima qilish, ishlov berish, ularni saqlash va tahrirlash uchun kerak. Endi Pythonda grafika qanaqa hosil qilinadi degan tushunchaga keladigan bo'lsak, Pythonda grafikani hosil qilish uchun bir qancha kutubxonalardan foydalanamiz. Jumladan birinchi kutubxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, bu Turtle kutubxonasi hisoblanadi. Bu Pythonda demak o'rnatilgan kutubxona deb aytiladi. Bu kutubxonada demak siz oddiy geometrik shakllarni, ya'ni 2D shakllarni nima qilishingiz mumkin, hosil qilishingiz mumkin. Ularda demak ustida amallar bajarishimiz mumkin. Ikkinchi bu grafik kutubxonamizda turi esa bizda Pygame kutubxonasi hisoblanadi. Bu kutubxona yordamida nima qilish mumkin? Bu kutubxona yordamida siz aytaylik grafik animatsiyalarni yoki interaktiv aytaylik rasmlarni hosil qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aytaylik o'yinlarni hosil qiladigan bo'lsangiz, siz demak o'sha Pygame kutubxonasidan foydalanamiz. Endi shu narsani aytib o'tish kerakki, siz kutubxonalarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, albatta pip kutubxonasidan pipdan foydalanishingiz kerak, ya'ni pip install, keyin kutubxona nomini yozishingizga to'g'ri keladi. Va bu eng asosiy biz to'liq o'rganadigan kutubxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, Pythonda Matplotlib kutubxonasidan foydalanishni to'liq o'rgataman. Demak, bugungi darsimizda demak dastlab faqat Matplot kutubxonasini o'rnatishni ko'ramiz. Ya'ni nimadan foydalanmoqchisiz? Matplotda nimadir rasm chizmoqchisiz, aytaylik statistika xizmatlari yoki diagram yoki histogrammadan foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz uni nima qilasiz? Avval o'rnatib olasiz, ya'ni pip install o'sha matplotni o'rnatib olasiz va undan so'ng u bilan ishlashni boshlaysiz. Men darslarim davomida sizlarga Python Jupyterdan foydalanib, demak, o'sha matplot kutubxonasida ishlashni ko'rsatib o'taman. Birinchi darsimizda biz faqatgina demak, aytaylik matplot kutubxonasi yordamida demak, birinchi dastlabki shaklni hosil qilamiz. Buning uchun bizga nima kerak? Ya'ni x va y parametrlarni olamiz va x va y parametrlarga asosan dastlabki chizmani hosil qilib ko'rsataman va keyingi darslarimizda albatta biz alohida demak matplot kutubxonasi ichidagi funksiyalardan foydalanishni ko'rsatib o'taman. Shu bilan e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.